Barchalarga assalomu alaykum. Bo'lyapti va bugungi videoda akkauntni kuchaytirish ham qolib ketdi. Va bizda mana shu akkaunt. Mana bu yerni yutib ko'ramiz bugun. Do'yini olish kerak bugun. Mana bu yerda nima ekan? Bular transfer bo'lganlar menimcha. Hop, mayli. Hozir biz bunday qilamiz. Bunday bo'ldi. Boshladik. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Maqsadimiz 50 ta. Akkauntimizni obunachimizga berib yuborganmiz. Aytganman 10 ta obunachidan keyin akkaunt berib yuboraman dedim va ertasi kuni yo'q 15 ta qilib tashladinglar. Sizlarga rahmat va hozir 31 ta obunachim bor. Maqsad 50 ta. Burchak zarbasi. Like va obuna bo'lib qo'ying. Yana nimaga kulyapti? Hey, gol 7-raqamda yuta olarmikimiz degan savol bor. Harakat qilamiz. Yutsak zo'r bo'lardi. Tezroq kuchayar edik. Foden o'sha baratar. Yaxshi. Hali buni ham zo'r akkaunt qilib obunachilarimizga beramiz. Offside. Lekin tegani yo'q va Foden. Bu faqat Kegatov tepdi. Mana ortada tepdimi Kegatov? Lekin Semedu. Mana Semeduni kim taniydi? Barselona sobiq o'yinchisi. Burchak. Hop. Bu safar o'xshamadi. Gol 2-0. Yaxshi. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bo'lib ketdi. Tepib yuboramiz. 3-chi golni ham bo'lish kerak. Tep. Birga bir. Gol. Ketsa ham kerak endi. Akkauntimiz botligiga menimcha botlar tushyapti. Menimcha yana bilmadim. Va yana yaxshi. Gol 4-0. Bo'lib ketadi endi. Menimcha yana bilmadim. Ketish niyat yo'q bu og'ada. Nima kulitdi bu yutqazdi. Mana 5 yo'qmi? Voy, to'simga tegdi. Va yana bir imkon bor. Pas 5-0. Endi ketmasang bo'lmaydi o'g'a. Og'ajon. Bu ketishi nima ishkilli? Yana
Yana hujum. Men o'zi qiyshiq ketadi deb o'ylagandim. To'singa tegib ketdi. Mayli. Muhimi yutyapmiz. Semedu ola olmadi. Mayli. 5-1. Mayli. O'tkazmayapti. Umuman o'ynash bilmaydi shekilli. Marquinhos. Astagfirullah. Oltube. Hat-trick qildi Lo Celso. Fodendan Marquinhos pressing yaxshi. Marquinhos voy darvozabon. Marquinhos pas. Qarayna taktika. O'yinchimiz yo'q ekan. Uzr. Semedu xato bo'lishi mumkin. Tepi. Bu bola ketish bilmaydi menimcha. 7-1 bo'ladimi? Ya. Marquinhos driblingcha voy zarba. Semedu. Yaxshi tegmadi. Offside bo'lishi mumkin edi. Ozgina internet ishlamayapti. Lo Celso yana pressingda. Yana internet. Ayutdik jigarlar. Ozgina uzilish bo'ldi. Uzr. Birinchi o'yin 6-1. Zo'r o'ynadik. Juda ham Sarag'onch ketdi. 1300 ga yo'q kerak emas. Yana bitta o'ynaylik. Mayli, o'ynaymiz. Yana botlar chiqsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi 2. O'tkazmayapti. Marquinhos pressing. Semedu. Cunha. Rafael. Qiyshiqqa tifura qoldi valla. Pas. Lo Celso. Gol. Buni davomini olaylikmi yo bittada menimcha cho'zilib ketadi. Hozir mana shuni ham yutsak, keyin davomini olaman. Semedu. Mayli. Qizil berma bu. Yaxshi. Mana qaytardik. Yaxshi. Tepamiz. Kalla qo'yamiz atgancha. Endi tepamiz. Ozgina qochish bo'lyapti. Videomiz 10 minut bo'libdi. Mayli sal uzunroq qilaveramiz.
Offside yo'qmi? Offside bor. Barselona taktikasidan. Ay yo'q. Barsa bo'lmabdi bu. Haqiqiy oldinga chiqdi. O'tqaz chiqdi. Yaxshi jigarlar. Endi 3-o'yinni o'ynasak ham bo'ladi, lekin yutqazsak bo'lmaydi. Ajoyib. Hop, ozgina internet bo'yicha muammo bo'lyapti. Agar yutsak juda ham zo'r bo'lar edi. Chunki bitta sariq agent va 1400 pul. Bu shunchaki bomba. Yangi akkauntlar uchun. Lekin hech ham oson bo'lmayapti. Sovg'alarni olamiz. Yana bir 75 tepa. Mayli, yana bitta o'ynab ko'ramiz. Yana bot iltimosda. Yaxshi. Mana jigarlar DLC menga sanga deb botlardan chiqazaveryapti. Yutyapmiz. Uchun ham obuna bo'lib qo'ying. Agar bunda ham chiqsa, finalni ham o'tkazib bersak bo'ladi. Kelsa ur, qotib qol, gol. Davay. Jigarlar bundan ham chiqib ketsa zo'r bo'lardi. Internet bo'yicha muammo. Wi-Fi ishlamayapti. Check. Tepaga bor. Kelsa yana bir tepa yakalla qo'ydi safar. To'pni olish kerak. Foden juda ham yaxshi o'yinchi. Semedo'ning oldida. Semedo to'xtat. Davay darvozabon. Ikkini ursak menimcha chiqsa kerak. Voy. Tashilib ketdi mayli. Tema. Tep. Marquinhos. Mana ajoyib pas. Ashini urish kerak. Marquinhos darvozaboni. Yaxshi. Pas. Zarba. Voy. Mayli. Finalni ham o'ynasa bo'ladi bir taraflama. 2-0mi? 2-0mi? 2-0. Chiqet, brat. Chiqetmasangiz bo'lmaydi. DLC bizga katta yordam bermoqda o'zi ham. Juda ham xursandman, jigarlar. Semedo. Oy, davay. Mayli. Davay. Mana Foden travma oldi. Mana bizga shu kerak edi. Deb. Qayshi. Uch ko'rishimiz kerak. Marquinhos hujumga qo'yganman chunki bizga juda katta yordam beradi. Himoyada mana Semedo ham juda yaxshi o'ynayapti. Neto tepaga yuborish kerak. Yetdik jigarlar, yana kesib qo'yaveraman.